Ertaga 19 oktyabr kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida boshlanadi. Xalq tayyor tursin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 19 oktyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja, kunduzi 19-21 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 21-26 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.